Salom hammaga, sizlar bilan Akbar Studio. Mavzumiz siz nima uchun media savodli bo'lishingiz kerak. Media savodxon inson o'ziga bu axborotni kim va nima maqsadda yaratgan, ushbu xabar men uchun zarurmi degan savolni bera olishi va to'g'ri xulosa chiqarishi, undan nisbatan tanqidiy yondashishi lozim. Mazkur savollar nafaqat siz oilangiz davrasida, televizorda ko'rayotgan, mashina radiosida eshitayotgan yoki internetdagi xabarlarni ko'rayotgan paytda berilishi, balki har qanday axborotni qabul qilayotgan va unga baho berayotganda ham kerak. Bugungi axboriy muhitni tushunishda media savodxonlik muhim ahamiyat kasb etadi. Savodxonlik haqida so'z ketganda, odamning ma'lumoti, uning yozma va og'zaki nutqi, fikrlash kengligi va tafakkuri ko'zga tutilgan bo'lsa, bugungi kunda ushbu tushuncha inson faoliyatining ko'p sonli yo'nalishlarini, shu jumladan axborot, media va raqamli kommunikatsiya vositalari bilan bog'liq faoliyatni ham qamrab oladi. Bu esa ushbu tushunchaning kengayishiga olib kelgan. Media va axborot savodxonligi bu ijodiy faoliyatda barcha zarur vositalardan foydalangan holda axborot va media mahsulotlarini samarali olish, tahlil qilish, tanqidiy baholash, talqin qilish, foydalanish, yaratish va tarqatish imkonini beradigan bilim, ko'nikma, munosabat, malaka va amaliyotlar majmuidir. Media savodxonlik nima? Nega bugun uning ahamiyati tobora ortib bormoqda? Axborot oqimining bir necha barobar tezlashishi, ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda salbiy xarakterdagi axborotning ko'payishi media savodxonlikka ega bo'lishi zaruratini qo'ydi. An'anaviy tarzda media savodxonlik shaxsning adabiy asarlarini tahlil eta olish va sifatli matnlarni yaratishidan iborat bo'lgan. Media savodxonlik tushunchasi borasida turli fikrlar mavjud bo'lib, unda AQShning jamiyat xususidagi xalqaro ensiklopediyasida qayd etilishicha, media savodxonlik inson jamiyatidagi fuqaro sifatidagi mas'uliyatni his qilgan holda faol va savodli bo'lishi, media matnlarni qabul qila olishi, yaratishi, tahlil eta olishi va baholashi, zamonaviy media ijtimoiy, madaniy va siyosiy mazmunini tushuna olish demakdir. Media savodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda unga chegaralanishdir. Bugungi kunda medianing tahlil etish natijasida tizimga kirib kelayotgan tushunchalar, ya'ni media savodxonlik, media ta'lim, media o'rganish va boshqa bir-biri bilan bog'liq bo'lsa-da, media axborotni qabul qilish, saralash, tahlil qilish, baholashda media savodxonlik tushunchasi bilan birgalikda media ta'lim, mediani o'rganish, media madaniyati tushunchalari ham qo'llanilyapti. Xo'sh, media savodxonlik nima uchun kerak? Avvalo, huquqiy demokratik jamiyatimizning to'laqonli faol fuqarosi sifatida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyati tushunishdir. Ommaviy axborot vositalari, ya'ni orqali uzatilayotgan, qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini shakllantirish, axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, insonning vizual obrazlari ta'siri ostida ijobiy yoki salbiy tomonga o'zgarishlarini tahlil eta olish va vizual xabarlar ostida berilayotgan ko'nikmalar ma'lumotlarini o'qiy olish. Ommaviy axborot vositalari orqali berilayotgan matnli kommunikatsiyalar
mohiyatini tahlil etish kabilar kiradi. Bugungi kunda media, ya'ni ommaviy axborot vositalari, kino, teatr, san'atning turli madaniyat sarchashmalari, internet orqali uzatilayotgan har qanday ma'lumot inson ongiga o'zining ma'lum bir ta'sirini o'tkazib, uning dunyoqarashini o'zgartirishiga sabab bo'lmoqda. Yuqorida tilga olingan tushunchalarning qo'llanilishi va bugungi kunda media ta'lim, media savodxonlik, media tanqid va mediani o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi ham axborotning yaratilishi, uning tarqatish jarayonida tushunib yetish, tijorat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy maqsadlarda tarqatilayotgan axborotning mohiyatini anglagan holda uni baholay olishdir. Ayni paytda media ta'lim asoslarini har bir ta'lim muassasasiga, o'quv dasturiga kiritish, o'quvchi yoshlarga maktablarda ta'lim jarayonida uning asoslarini interaktiv turli o'yinlar shaklida tushuntirish, o'sib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondashgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasini yanada mustahkamlashga, jahondagi yuz berayotgan voqea hodisalarni xolis baholab, to'g'ri qaror qabul qila olishga asos bo'lib xizmat qila oladi. Media savodxonligi nafaqat internetda, balki kundalik hayotda ham to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradi. Uni rivojlantirish orqali biz yolg'on xabarlardan xoli, ishonchli va xavfsiz raqamli muhit yarata olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Akbar Studio. Ko'rishguncha xayr.